Uchquduq IB xodimi Shofirkonda fuqaroni kaltaklaganmi? Murojaat tekshiruvni talab qilmoqda. Tezkor yangiliklar o'z tahriyatiga Shofirkon tumani Ko'rishkin mufida yashovchi fuqaro Oripov Diyor Furqat o'g'lining murojaati kelib tushdi. Murojaatda bayon etilishicha, 2026-yil 7-fevral kuni u telefon orqali Shofirkon tuman IB binosiga chaqirilgan. Fuqaroning iddaosiga ko'ra, IB binosida o'zining tanishtirmagan fuqarolik kiyimidagi shaxs uni alohida xonaga olib kirib, haqorat qilgan, jismoniy kuch ishlatgani hamda o'qishga ruxsat bermagani ayrim hujjatlarga imzo qo'yishga majburlagan. Fuqaro o'z murojaatida voqeadan so'ng tuman shifoxonasiga murojaat qilgani, unga yumshoq to'qimalarning lat yeyishi tashxisi qo'yilgani, shifokor tomonidan huquqni muhofaza qilguvchi organlarga xabar berilgani ma'lum qilgan. Shuningdek, uning aytishicha, prokuratura tomonidan sud tibbiy ekspertiza tayinlangan va u mazkur ekspertizadan o'tgan. Tahririyat ixtiyorida fuqaroning yozma murojaati, uning video murojaati hamda tibbiy tashxisiga oid hujjatlar nusxasi mavjud. Tahririyat ikkinchi tomonni ham munosabatini o'rgandi. Xolislik tamoyillaridan kelib chiqib, tahririyatimiz mazkur holat yuzasidan ikkinchi tomon bilan ham bog'landi. Jamoatchilik muxbirimiz murojaatda tilga olingan Navoiy viloyati Uchquduq tuman IB xodimi Firuz ismli xodim bilan telefon orqali suhbatlashdi. U mazkur holat bo'lganini inkor etib, fuqaroga nisbatan jismoniy kuch ishlatmaganini bildirdi. Shu bilan birga, tahririyatimiz Shofirkon tuman IB jinoyat qidiruv bo'limi rahbariyati bilan ham bog'landi. Suhbat davomida haqiqatdan ham Uchquduq tuman IBdan Firuz ismli xodim Shofirkon tumaniga kelganini va fuqaro bilan muloqot qilganini tasdiqlandi. Biroq murojaatda keltirilgan zo'ravonlik haqidagi iddaolarga huquqiy baho berish vakolati faqat tergov va prokuratura organlariga tegishlidir. Mazkur holat jamoatchilikda jiddiy savollar uyg'otmoqda. Agar huquqni muhofaza qilguvchi organlar binosida fuqaroga nisbatan haqorat, bosim yoki jismoniy kuch ishlatgan bo'lsa, bu qonun ustuvorligi va inson huquqlariga daxldor o'ta jiddiy masaladir. Shu munosabat bilan tezkor yangiliklar uz tahriyati O'zbekiston Respublikasining Bosh prokuraturasidan, O'zbekiston Respublikasining Ichki ishlar vazirligidan, Buxoro viloyat prokuraturasidan mazkur murojaatda keltirilgan holatlar yuzasidan xolis, to'liq va qonuniy tekshiruv o'tkazishni, voqeada ishtirok etgan barcha shaxslarning harakatlariga huquqiy baho berishni hamda tekshiruv natijalari haqida jamoatchilikka rasmiy axborot taqdim etishni so'raydi. Qonun ustuvor bo'lgan jamiyatda har bir murojaat sinchkovlik bilan o'rganilishi, har bir fuqaroning huquqi, ishonchini himoya qilinishi shart. Agar murojaatda bayon etilgan holatlar o'z tasdig'ini topsa, aybdorlarga nisbatan qonun doirasida qat'iy chora ko'rilishi lozim. Agar aksincha iddaolar tasdiqlanmasa, bu haqda ham ochiq va asoslangan xulosa e'lon qilishni jamoatchilik ishonchini mustahkamlaydi. Men Orif Diyorbek Furqat o'g'li Shofirkon tumani Ko'rishkin qishlog'ida yashayman. Menga 2026-yil 7-iyul kuni soat taxminan 15:00 larda o'zimga tegishli bo'lgan telefonimga 91 991 0017 raqamidan telefon qilib Shofirkon tuman IIB binosiga borishimni aytishdi. Men shu kuni 16:00 larda Shofirkon tuman IIB binosiga bordim va borganligimni telefon qilib aytdim. Shundan so'ng ichkaridan bir fuqarolik kiyimida shaxs chiqib, meni ichkariga olib kirib ketdi va ikkinchi etajdagi bir xonaga olib kirib, menga aytdi: "Sen Uchquduq tumaniga bolalarni tilla qum kavlashga ishga etgansan" dedi. Men "Yo'q, men unaqa ishlar bilan shug'ullanmayman, men akfa ustasiman" desam, men bilan so'kishib tortishib ketdi. Va o'zi o'sha xonadagi kompyuterga meni nomimdan nimalarnidir yozib, shu paytning o'zida qog'ozga chiqardi. Qog'ozga chiqarib imzo qo'yishimni so'radi. Men imzo qo'ymayman, o'qib chiqaman, keyin imzo qo'yaman deganimda so'kib urib ketdi. Yana haqoratlab, har xil so'zlar bilan so'kdi, urdi. Keyin meni o'zimga jiddiy shikast yetmasligi uchun majburan ancha urgandan so'ng, so'kkandan so'ng majburan qo'l qo'yib chiqib ketdim u yerdan. Qo'l qo'ygandan keyin chiqib ketishimga ruxsat berdi. Chiqib ketganimdan so'ng Shofirkon tuman shifoxonasiga bordim va doktorga ko'rindim. Doktorga bo'lgan voqeani aytdim, urdi deganimda, doktor shikastlanish bor tanangda deb 02 raqamga qo'ng'iroq qilib 02 ni chaqirdi. 02 ni chaqirgandan so'ng biroz vaqt o'tib prokuraturadan xodim keldi. Prokuratura xodimi men va shifokor bilan suhbatlashib bo'lgandan so'ng meni Shofirkon tuman IIB binosiga olib ketishdi. U yerda mendan tushuntirish xatlarini yozib olib, menga
sud ekspeditsiyasi uchun ekspeditsiyadan o'tib kelishimni aytdi va shunga yo'llanma berdi. Shu yo'llanma bo'yicha men borib ekspeditsiyadan o'tdim va shundan so'ng menga noqonuniy ishlarni olib borgan shaxs Uchquduq tuman IIBda ishlovchi Feruz ismli shaxs ekanligini bildim. Menga noqonuniy ish qilgan shaxsga qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman va mening murojaatimni qonuniy ko'rib chiqilishini so'rab qolaman.